Shunchaki beparvoligingiz uchun sizga jarima qo'llanilishini bilarmidingiz? Ko'rdingiz-a? Ana shunday holatlarda, ya'ni hayoti va sog'ligi uchun xavfli holatda bo'lgan shaxsga shoshilinch va kechiktirib bo'lmaydigan tibbiy yordam ko'rsatmagan fuqarolarga nisbatan qonunchilikda bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha, ya'ni 2,60,000 so'mgacha jarima qo'llash belgilangan. Qonunchilikda mansabdor shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha, ya'ni 4,120,000 so'mgacha jarima qo'llash belgilangan. Shuning uchun atrofingizga befarq bo'lmang. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang.